Soat 10 bo'ldi, telefon qilmadim, obedgacha kutdim. Obed bo'ldi. Telefon qildim, birinchi marta ko'tarmadilar, ikkinchisida ko'tardilar-da. Men bor uzr, ustaka kechgacha yetkazib beraman dedilar. Xo'p dedik. Kecha o'tdi. Shu bilan 3-4 kun o'tdi, oxiri telefon qilaverganimizdanmi bilmayman, telefon ko'tardi-da. Ustaka hijolatma oldingizda pulim yo'q, sal muammo bo'lib qoldi dedilar-da. Yana 3-4 kundan keyin olib kelaman dedilar. Mayli dedik, yaxshi gapiryapmiz. Olib kelsinlar. Shu bilan mana shunaqa qilib 1 oylar o'tdi. 1 oylar o'tgandan keyin telefon qildik, umuman telefon ko'tarmaydigan bo'lib ketdi-da. Oradan bir 8 oymi 9 oy o'tdi, 1 yil bo'lmadi. U pulni уже unutib yubordik ham, уже umid ham qilmayapmiz u puldan. Bir kun ukam bilan Sergeliga tushdik-da, ish bilan. Sergeli bozorida aylanib yursak, odamlarning orasidan bittasi bizga qarab yurib kelyapti-da. Qanaqadir jahl qilib, yaqinlashgan sari keyin tanidim-da, o'sha mashinaning egasi edi. Shunda keldi-da, "Aka, qarg'ish shart emas edi" deyaptilar-da. "Aka, nima deganingiz bu? Shokdaman. Men unaqa deyapsizdan. Orqamdan qarg'ab yoribsiz-ku, mashinada ag'darilib ketdim. Mana pulingiz" deb jahl qilib beryapti-da. "Aka" dedim, "Birinchidan dedim, siz jahl qilishga haqqingiz yo'q" dedim. "Siz hijolat bo'lib, uzr so'rab, mana shu pulni berishingiz kerak edi. Mendan rozi bo'lgin deyishingiz kerak edi. Siz nima unaqa jahl qilib beryapsiz? Men sizga tilanchimanmi?" deb jahlim chiqib ketdi.